Aladaki mayda pişirdiği tekrar işletildiği kislotaga aylanib ketgan maylarni tozaysizlar, tuqqanlar qo'y mayni puraydi deb qochasizlar. Hayvonot mayninki bo'pmi qo'yniki quyruq mayning yaxshiligini ota-ovalarimiz burunli bilgan. Buni cho'nglar qo'y mayni bevosita yoki mashaq ertib va yoki abjashmay qilib ishletildigan odati va hammangizlar bilsizlar. Bugun men sizlarga qo'y mayni puraqsiz oppoq holatga ko'ydirish usulidan keldim. Tuqqanlar yulduz belgisini besib saqlab olish unutqanmangizlarmi? Oldi bilan quyruq mayni parchalab olgandiki chilashqichdan suv qo'yib 2 minut qaynatib bir tozalayotimiz. Mayga chaplashqaga qil to'k bir qism puraqlar chiqitdi-chi. Anda yana qozonga bir chin suv qo'yib quyruq mayni qaynatimiz. Taxminan 7-8 minut atrofida qaynagandan suvi xo'rab may chiqishga boshlaydi buniki. Anda buniki may chiqishga boshlagan ekan-da bosh piyoz ya so'ng piyozni anda bitta almon parchalab sab taki may rasmiy chiqishdan ertib olamiz mana tuqqanlar. Aka tuqqanlar Anur shirkatimiz bozorga saga Anur kelpin chamg'uri qiyomi kelpin chamg'uri qo'yiqlantirilgan ichimligi bizal yo'l maqsa hasiraydigan vaqaga cho'nglarga asla tomu hotel teqaldigan bolalarimizga o'pka ziq kasalliklariga shundoq manfaat qildi-jimi tuqqanlar bir ampul chamg'uri ichimligi 5 kilo chamg'urni yeganga barobar. Quyruq may to'liq erib ketgandiki aka puraqniki tal to'k suyqa ketishi uchun yarimta limonning suyini siqib aralashtirib alsaqli bo'lib tuqqanlar qattiq quyruq may yamaydi kemaydigan so'yimlik tuqqanlarimiz cho'qim mush usul sinab beqingizlarmi ko'nglingizga yetmaydi purmaydi hammangizga omonlik tilayman.